Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarni qiziqtirgan Chery avtomobillarini foizsiz rassrochkada boshlang'ich to'lov qancha, oylik to'lovlari qancha, uzun narxini bo'lib to'lasam eng kam qancha to'lov qilaman, bu haqida sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni yetkazib beraman va qo'shimchasiga servis haqida ham batafsil ma'lumotlarni beraman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'ring. Men hamma Chery avtomobillarini siz uchun obzor qilib, narxi, qancha to'lov bilan chiqishi, foizsiz rassrochkada qanaqa bo'ladi, hammasini sizga tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, aytganimdan bitta like bosib, mana bitta qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ying, keyingi chiqadigan videomni siz birinchi bo'lib ko'rasiz. Ko'pchilikni qiziqtirgan Arizo 6 Pro avtomobili uchun bunga bor yo'g'i 40% to'lov qilasiz. Avtomobil narxi 239 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Pozitsiyasiga qarab narxi o'zgarib boradi. 280 milliongacha pozitsiyasiga qarab o'zgaradi. Tan narxidan 25% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 2 yilga uzun narxida chiqadi. Buni kalkulyatorda hisoblasangiz ham oylik to'lovlari chiqaveradi. Agar siz tan narxidan 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 3 yilga uzun narxida chiqadi. Agar siz tan narxidan 50% ham emas, 40% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 5 yilga hech qanaqa foiz qo'shilmagan holatda o'zini narxini bo'lib to'lashga chiqazib beramiz. Arizo 6 Pro avtomobilini bu ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, salon polniy koja bilan jihozlangan, o'rindiqlar isitadi, elektropaket bo'ladi, avtomat korobka. E'tibor berasiz, juda ham chiroyli dizaynda, ikki xil yurish rejimlari bor, Eco, Sport. Avtomobil hamma ranglaridan nalichida mavjud. Kelsangiz bir kun ichida rasmiylashtirib beraman, sovg'alari bilan qilib beraman. Muammo yo'q. Sovg'alarda o'zingiz xohlagan sovg'ani men qilib beraman avtosalonimizga kelsangiz. Bundan tashqari, ko'pchilikni qiziqtirgan yangilangan Tigo 7 Pro mashinasiga ham 4 yilgacha uzun narxini bo'lib to'lashlar ochilgan. Do'rislarning 2025 Tigo 7 Pro mashinamizga 5 yilgacha foizsiz rassrochkada olasiz. Bularni 4 yilgacha uzun narxini o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Ko'pchilikni qiziqtirdi bu yangi chiqqan Tigo 7 Pro. Musofirdagilar avtosalonga kelib ko'ra olmaganliklar uchun hozir men bitta obzor qilib bu mashinani ko'rsatib beraman. Mashinada motor o'zgarmagan, 1.5 turbo, 147 ta ot kuchiga ega, korobkasi robotlashtirilgan, faralari LED. Bu oldingi Tigo 8 Pro Max farasidan chiqqan ekan, ya'ni yonga burilganda faralari ikkita tomonga yoritib beradi. Diskalar o'zgargan, beskulchovoy do'stlar. Salon lekin juda ham chiroyli dizaynga chiqqan salon. Obshivkalarga ham e'tibor berasiz, karbon ishlatilgan. 3 ta saqlanuvchi o'rindiqlari bor. Akustikalari Sony bo'ladi. Sony brendini o'z bilasizlar, qanaqa kuchli brendligini. O'rindiqlari isitadi. Ikkita tomonda ham elektropaket bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Like bosgan akalarimizga bundan ham zo'rlar nasib qilsin. Akalar, rol elektropaket, multimedia, hamma funksiya roldan boshqarsangiz bo'ladi. Голосовое управление ham bor. E'tibor berasiz, juda ham chiroyli dizaynda chiqqan mashinamiz, splashnoy ketgan monitor. Yana bitta qo'shilgan narsa, bu mashinamizda havo tozalaydigan funksiyasi ham mavjud. Ya'ni noto'g'ri havo bo'ladigan bo'lsa, ichida bitta bosasiz, o'zi cho'tka qilib chiqarib beradi. Skorchlar o'zgargan, xrustalniy bo'lib chiqqan, besprovодной zaryadnik bu tarafda, podstakanchilar, barda har doimgidek xolodilnik. Katta panorama tom bor mashinamizda. Bu mashinamizning narxi, birinchi pozitsiyasining narxi agar naqd to'lovda oladigan bo'lsangiz 274 million 900 ming so'm bo'ladi. Agar siz 5 yillik yo 4 yillik foizsiz rassrochkada olaman desangiz 299 million 900 ming so'm, bu full pozitsiyasi bo'ladi. 344 million 900 ming so'mligi bo'ladi. Katta panorama tom bor. Bunda birinchi pozitsiyasida ham panorama tomlari bor, lekin monitor splashnoy ketmagan, ularda alohida ajralib chiqqan monitorlari. Mashinamizda ichki salon qismida juda ham katta o'zgarishlar bo'lib ketgan. Oldingiga nisbatan premium darajada ko'rinishlari. Hozir orqa dizaynlarini ham ko'rsataman. Bu Tigo 7 Pro mashinasi o'zi bilasizlar 2025-yilda eng ko'p sotilgan inomarka crossoverlarning ichida birinchilikni oldi. Orqa dizayni mashinamizda. Orqa ko'rinishi. E'tibor berasiz. Splashnoy ketgan bonoqosh, stoplari ham boshqacha, spoilerlari. Bu yangilangan Tigo 7 Pro mashinamiz.
Nardagiri rangidan Tiggo 8 so'raganligi. Mashinaimizning narxi 400 milliondan boshlanadi. Bu 7 ta o'rinliqli mashinamiz bo'ladi. Mana shunaqa tuning qilingan holatdagisini ham salonimizda mavjud. Kelib olib ketsangiz bo'ladi. Bu mashinamizga ham 4 yilgacha foizsiz рассрочкаlarimiz mavjud. Avtomobil narxi 400 milliondan boshlanadi. Eng kam 30% ni to'lov qilasiz. Qolganini рассрочка qilib o'zingizning nomingizga chiqazib beramiz. Bu mashinada ham komfortlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Salon qismi yangilangan Tiggo 7 Pro splashdan ketgan monitor почти shunaqa desa ham bo'ladi. O'rindiqlar sovutadi, isitadi, massaj funksiyasi mavjud. Barda xolodilnik skorslarni buniki boshqacharoq. Katta panorama tom 7 o'rinliqli mashinamiz bo'ladi. Orqalari ham anchagina keng. Bu orqadan ko'rinishi, dizaynlari 7 o'rinliqli mashina. Keyin ko'pchilik mendan so'ragan, Tiggo 2 Pro mashinasiga ham qanaqa uslubalar bor deyishdi. Endi arzonroq mashina bo'lganligi uchun xadovoy zo'r sotiladi. Mashinamizga Tiggo 2 Pro mashinasi 214 million 900 ming so'm bo'ladi. Tan narxidan 25% ni to'lov qilib, ya'ni 55-56 million so'm to'lov qilib ham uzun narxini bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi, faqat 1 yilga. Agar siz tan narxidan 25% ni to'lov qiladigan bo'lsangiz, 2 yilga uzun narxida bo'ladi. Tan narxidan siz 30% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 3 yilga. 40% to'lov qilsangiz 5 yilga hech qanaqa foizsiz o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilasiz. 5 yilgacha bemalol hech qanaqa 100 so'm ham summa qo'shilmaydi. 5 yilgacha bo'lib to'lashga olasiz. Bundan tashqari bizdan mashina olgan mijozlar uchun 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolatini ham beramiz. Dvigatelli mashinalarga, Tiggo 8 Pro Max'larga 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha rasmiy kafolatini ham beramiz. Agar elektromobil xohlagan bo'lsangiz, mana bu tarafda Tiggo 9 gibrid mashinamiz bor. Bu gibrid bo'ladi. Arizo 8 gibrid bor, Tiggo 8 gibridlar bor. Chery'da ham endi gibrid avtomobillar ishlab chiqarishni boshladi. Zavodlar Jizzaxda bo'ladi, bilasizlar. Bu hali hech kim sizga bu mashinani obzor qilib ko'rsatmagan. O'shaning uchun bitta like bosib keting videoga. Sababi Tiggo 9 gibrid mashinamiz salon qismi e'tibor berasiz, yangi chiqdi. Hali ko'pchilik ko'rsatib ulgurmadi. 15 ming to'lov qilib buni 5 yilgacha xarid qilsangiz bo'ladi. Salon qismiga ham alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli chiqqan. O'rindiq isitadi, sovutadi, massaj funksiyasi bor. Xullas, bunda raza ko'p ekan funksiyalarni. O'zini zavodskoy освежители ham bor ekan bu mashinani. Endi men o'qib ulgurmadik, chunki yangi chiqdi hali. Batafsil tanisha olmadik. Lekin ko'zimizga ko'ringan yangi funksiyalar haqida ozgina ma'lumot oldik. Buni orqasi tor demaydi. Bu ancha eng oxirida turibdi sidinasi va orqa sidinalari ham elektropaket ekan, e'tibor berasiz. Elektropaket ekan. Meni qiziqtirdi, to'g'risi. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda bitta video ko'rib qoldim, bolani qisib o'ldirib qo'yibdi ekan. Mana shu orqa sidina, bunda unaqa emas. Buni безопасность bor bunda. Детский rejim, ya'ni ozgina yopilayotgan mahalda ozgina anaqa bo'lsa, to'xtatish bo'lsa, bu sразу orqaga qaytib ketadi. Akustikalari Sony bo'ladi. Diskalari menga yomon yoqdi. Juda ham chiroyli chiqqan. Orqa faralari. Вообще chiroyli orqa dizayni ham. Endi bu hozir sizga kamerada kichkina bo'lib ko'rinayotgandir, lekin juda ham katta mashina ekan. Tiggo 9 gibrid bo'ladi. Mashinamiz juda chiroyli. Narxi qo'shimcha ma'lumotlarni avtosalonimizga kelib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Manzillarimiz Namangan shaharida joylashgan. Do'stlik bozori, mana bu tarafda Do'stlik bozori bor. Do'stlik bozoridan Promzona yo'liga shundoq chiqib kelganingizda, mana bu so'lim choyxonasi bor, mana bu qizil zapravkani, benzin zapravkani ro'parasida joylashganmiz. Hamma avtosalonimizga taklif qilamiz. Avtosalon kelib to'liqroq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.